Keling, o'tiraversa ichkarida. Shu yerda choycha gaplashib o'tiramizda. Opa, o'zingiz yosh bo'lib qoldingizmi? Ko'rgani ham borolmadim-da. Doniyor bilan bo'lib Minecraft qaranglar. uzun bo'lib qoldim. En g'aroyib qishloq shu. Yuragingiz bezovta qilibdimi? O'zingizni asrang-da, opa. Ha, orada biroz bezovta. Qaranglar. Lekin yaxshi, o'tib ketdi. Endi hozir Mana uni qaranglar. Mana uni qaranglar. bo'lsa, qo'shniyachilar bo'lsa, keyin olaman. Mana uni qaranglar. Mashina qaranglar. Katta qilib solyapsiz, opa. Ha, planni o'zim tuzdim. Bilasiz-ku, shu sohaga yaqin. Uni ham bor. Mana u ham bor qaranglar. Hozir anchadan beri shunaqa o'yinlar qilyapman. Bu uymas ekan. Hozir Minecraft portlab ketadi. Siz bu mazzada, opa. O'qimishlisiz, yaxshi joylarda ishlaysiz. Akam ham yaxshi joyda ishlaydilar. Havas qilsa arziydi. Bizchi mana uyda o'tiramiz, ko'chaga chiqishi yo'q. Na o'qiganman. Ukangiz ham o'qimaganlar. Na men ishlayman, na ukangiz. Sevdim, o'ldim desa shart deb pivola qolsa opa. Boshim aylanib. Yurmasmidi bir o'qib. O'qiman dedi. Hozir nima sababdan judayam ko'p. Faqat shu vaqt topsangiz bo'ladi. Universitetlar ko'p, institutlar ko'p. Xabaringiz bor. O'qiganga yaxshigina imtiyozlar ham bor. Endi opa, ikkita bola bilan yaqinda uchinchisi tug'ilaydi turibdi. Qayerda o'qiyman? Hozir oilangiz o'qishni sharoiti. Mana esoningiz sog'lom, yoningizga qo'ysa, ozgina katta qolib, keyin o'qisangiz ham bo'ladi. Men hamma qarab turayman. Xudo xohlasa, mana shu o'yinni buzib bo'lsa, nadajon bilan yaxshi. Qaranglar.